Assalomu alaykum, hurmatli Global G oilamiz, aziz liderlarimiz, aziz hamkorlarimiz, bizni birinchi marta ko'rib turgan yangi mehmonlarimiz. Hammalaringizni jonli efirda, onlaynda ko'rib turganimdan xursandman. Uzoq masofadan ulansak-da, barchamizni maqsadimiz bitta bo'lgani uchun qalblarimiz yaqin. Bugun bombichskiy efir bo'ladi. Shuning uchun maksimum hamma hamkorlaringizni, liderlaringizni chaqiringlar, chunki bugungi bizni ajoyib mehmonimiz Oriflame'da zalotoy direktorlar va bugungi kunda kompaniya orqali ulkan yutuqlarga erishib kelayotgan liderlardan hisoblanadilar. Yaqinda xabarlaringiz bor, Olov imperiyasi shov-shuvli proyektim bo'lib o'tgan va mana shu proyektimda eng kuchlilar ichida birinchi o'rinni egallagan liderim. Qolaversa, avtobonus butun vodiy bo'yicha birinchi inson, qaysiki avtobonus programmasiga ega bo'lgan inson va bugungi kunda jamoalaridan ko'plab liderlar o'stirgan, direktorlar chiqarganlar va sayohatlarga borganlar, Oriflame berayotgan barcha imkoniyatni maksimum olib kelayotgan men uchun bebaho jamoamdagi jimchujniy liderim Yusuf va Malikaxon bo'ladilar. Malika opa, aloqadamisiz? Mikrofonni yoqishingiz mumkin. Bugun siz bilan jonli efirda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ramazonda qilayotgan bugungi efirimiz bu ham bitta zo'r ehson hisoblanadi. Chunki juda ko'p odamlar 12 ta viloyatdan ulanishdi va ular bizni hozir eshitib turishibdi. Barcha bosib o'tgan yo'lingiz, endi erishgan yutuqlaringiz, hammasini yarim soatli efirda tushuntirish juda ham qiyin, lekin qisqa lo'nda qilib, aniq savollarga konkret javoblar bilan dahshat qilib manfaatli efir o'tib berishingizga ishonaman. Chunki siz anchadan beri start spikerlari gruppamizda dahshat spiker bo'lib, anchadan beri odamlarga manfaatli efirlarni berib boryapsiz. Marhamat, so'z sizga. Malika opa, birinchi sraz savol bilan so'zni beraman. Demak, Oriflame'ga kirib kelishingiz, qiziqarli kirib kelishingiz va bugungi kunda kompaniya sizga nima berib turibdi? Shu haqda davay qizlarimizga gapirib bering. Assalomu alaykum, hurmatli gruppamiz a'zolari, hurmatli liderlarimiz, sponsorlarimiz, hurmatli novichoklarimiz, hammalaringga xayrli kech. Avvalambor, mana bu muborak ro'za oyi bilan hammalaringni tabriklayman. Kirib kelgan mana birinchi mart yosharish fasli bahor bilan tabriklayman. Kirib kelayotgan 8-mart bayram bilan hammalaringni tabriklayman. Mani bitta taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men o'zimni bir tanishtirib o'taman. Men Yusuf va Malikaxonman. Qo'qon shahridan. 76-yilman. Oliy ma'lumotliman. 3 nafar farzandim bor. Oriflame kompaniyasida zalotoy direktorlik lavozimida ishlab kelyapman. Kompaniyaga kirib kelishim qisqacha istoriyam gapirib beraman. Menimcha bir mingtadan bitta odamni istoriyasi Malikaga o'xshasa kerak. Men Oriflame kompaniyasiga kirib kelishim juda ham qiziq bo'lgan. Kompaniyani hamma singari, mana uyda o'tirgan ayollar singari oddiy uy bekasi bo'lganman. Qo'limda yosh balam bo'lgan Oriflame kompaniyasiga kirib kelayotgan paytimda mana shu endi mana eski Oriflame, yangi Oriflame bilamiz-ku, oldingi Oriflame mana 2019-yilda kompaniyamiz qonuniy kirgan. Endi birinchi oldin kirib kelgan vaqtimda o'sha 98-yillarda kirib kelganman Oriflame kompaniyasiga. Oliy ma'lumotli bo'lgani bilan davlat ishida bir oy ishlaganman xolos. Qo'limda diplomim bo'lgani bilan Xudoga shukr, mana haligacha o'sha 98-yildan beri haligacha mana shu kompaniyada setda shu lider bo'lib ishlab kelyapman haligacha. Mana hozir o'zimizni nimalarimizda, kanallarimizda, o'zimizni gruppalarimizda har doim dars beraman. Hozir qandaydir katta sponsorimizni kanali uchun jindek nima desam bo'ladi, xijolatli bo'lyapti menga, chunki katta kanallarda mana endi dars berishimiz har doim o'zimizni mana Turdiy va Zuhraxonni sponsorim, o'zimizni kanallarda har doim dars berib kelganmiz. Uncha xatoliklar bo'lsa yo bo'lmasa qandaydir hayajon bo'lsa uzr so'rayman oldindan. Istoriyam
hammanikidan farqliroq maniki kirib kelishim juda qiyinchilik bilan kirib kelganman. Hozirgidek sizlarga o'xshab hali hamma sharoitlar bo'lmagan bizni kirib kelgan vaqtimizda. Kompaniyamiz bir tomondan unda noqonuniy ishlar edi, bir tomondan uy bekasi edim, ikkinchi tomondan uyimizdagilar, masalan, xo'jayinim, uyimdagi oilamdagilar qo'ymasdi kompaniyada ishlashimga. Shu mahsulotlarni olish uchun kirib kelganman. Mahsulotlarini yaxshi ko'rib qolganman. Oriflameda o'sha bir marta ishlatib ko'rib 2 yil bu kompaniyada o'zim uchun xaridor bo'lib yurganman. 2000-yildan boshlab bu kompaniyada shu biznes yo'lini tanlab, shu kompaniyadagi hamma imkoniyatni tushuntirib bergandan keyin biznes yo'lini tanlab ishimni boshlaganman. Mana shu 2008-yilgacha ishladim. Kompaniya ma'lum bir sabablarga ko'ra O'zbekistonga chiqib ketib qoldi. Keyin Qo'qon shahriga, o'zimizni vodiyga Feberli kompaniyasini olib kirganman va Feberli kompaniyasida 11 yil ishladim, zalotoy direktor bo'lib. 2019-yili Oriflame kompaniyasi qonuniy kirdi O'zbekistonga. Buni biz 10 yil kutdim. Kompaniya Oriflame kompaniyasining kirishini va sponsorimiz Turdiyeva Zuhraxonni o'zim topib, Zuhraxonga telefon qilib, shunaqa Oriflame kompaniyasida ish boshlamoqchiman deb iltimos qilib, Qo'qonga taklif qilib, shu Zuhraxon orqali, sponsorim orqali ish boshladim Oriflame kompaniyasida. Men unda boshqa kompaniyada katta lavozimda edim, juda ham katta daromad topar edim, 5-6 ta ofisda egasi edim. Baribir mana 11 yil boshqa kompaniyada ishlagan bo'lsam ham, baribir o'zim eski Oriflamechiligim uchun kompaniyamiz qonuniy kirgandan keyin noldan boshlab, hamma yo'qda tashlab, noldan boshlab ishlashga qaror qildim. Bu menga ancha qimmatga tushdi. Nima orqali? Shu oilam orqali. Chunki oilamdagilar, xo'jayinim qarshilik qilishni boshlashdi. Ishlamaysan, chiqmaysan, kompaniyaga chiqadigan bo'lsang deb menga qattiq oldimga nimalar qo'yishdi, shartlar. Keyin Zuhraxonga telefon qilib iltimos qildim. Men tavsiya beraman odam onlaynda o'tirib ham ishlayveraman. Faqat bir 10 kunda yo bir haftada bir marta kelib, meni odamlarim bilan ishlab berishingiz kerak dedim. Unda Zuhraxonni qo'llarida emizovli balalari bor edi. Sponsorim yo'q deyishmadi. Kerak bo'lsa har haftasiga Qo'qonga kelishdi. Har haftada o'sha qon quyishda shu amma vrach bo'lib ishlashardi. Bitta xonasini ajratib berishdi. O'sha ishxonalaridan ofis chaqib oldim. O'sha yerga telefon orqali o'zimni komandam, odamlarimni to'playman. Faqat telefonda, ko'chaga chiqmayman. Zo'rxonga iltimos qilaman, kelib odamlar bilan ishlab bering deb. Zo'rxon odamlar to'plab turaman. Toshkentdan kelishadi Jamshidjon bilan. Odamlar bilan ishlab berib, shunaqa qilib Oriflame kompaniyasida 11 oyda, ya'ni 1 yilda zalotoy direktorlikni ochib yopganman. Ko'chaga chiqmasdan, ko'chama-ko'cha odam izlamasdan, faqat onlaynda o'tirib. Aytmoqchiman, agar odamni maqsadi bo'lsa, onlaynmi, offlaynmi, qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham bu kompaniyada katta lavozimga chiqsa bo'ladi, katta daromad topsa bo'ladi. Meni shunaqangi kompaniyaga kirib kelishim juda ham qiyin bo'lgan. Nafaqat zalotoy direktorlikni ochganimgacha, shu kompaniyadan katta daromad qo'limga ushlaganimgacha bu kompaniyada men uchun hamma eshiklar yopiq bo'lgan. O'sha turmush o'rtog'im, uyimdagilar, akam, ota-onam, farzandlarim hammasi menga qarshi bo'lgan kompaniyada ishlashimga. Va men kompaniyadan o'zim maqsadim borligi uchun 1 yilda zalotoy direktorlikni ochib, bu kompaniyadan katta daromad topib, shunda bir 75 millionmi tushdi. Bonuslarim bilan pulim yarmi. Shu kuz avgust oylari 2020-yil ekan, 2019-yilda kirdim. 2020-yilmikan, o'sha o'g'lim, ikkinchi o'g'lim temir yo'l institutiga kirib, o'sha super kontraktga ilinib qoldi. Keyin o'sha 2 baligami bir 65 million so'radi. Agar 65 million o'tkazsalaring super kontraktga o'tib ketadi deb. Keyin nima yo'q, pul yo'q hech qayerda. Keyin xo'jayinim aytishdi, yo'q, keyingi yil ham kiraveradi. O'g'il balaga erta kech yo'q deb shunaqangi deb turgan paytda menga 75 million pul tushib qoldi. Shotimga hech kim bilmaydi, chunki yashirib ishlaganman. Keyin xo'jayinimga aytdim, shunaqangi Oriflame'da ish boshlaganman. Menga shot ochib, ochish kerak dokument, pulimni yechib olishim kerak desam, ishonishmadi.
keyin nima ochib bering, shu nima pulim tushgan, bankdan pulimni yechib olishim kerak deb ishonib ishonmay menga dokument qilib berishdi. O'sha bankdan pul tushdi, uni 65 millionni o'g'limga o'tkazdik o'qishiga. Mani birinchi bu kompaniyadan shu mani juda ham katta bu farzandingizni masalan shunaqangi institutga yo bo'lmasam o'qishlarga qanaqadir sizni bu orzuyingizda, mani orzularimdan ilk orzularimda eng kattasini mana shu kompaniya orqali mana shu farzandimga pul o'tkazib o'qishga kirgani bo'lgan. Undan keyin menga boshlangan bu kompaniyada o'zimni ko'rsatish, ishlash, keyin mani uyimdagi yaqinlarimni ishonishi bu kompaniyaga hozirgi kunda Xudoga minnatlar shukr. Yana suhbatimiz davomida men sizlarga tariximga qaytib aytib o'tib ketaman sizlarga. Haqiqatda hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan bizni e'tirozimiz bu xo'jayinim ruxsat bermaydi. Hozir efirda eshitib turgan qizlarda ham xo'jayinim ruxsat bermaydi, juda qiynalib ketdim deyotgan qizlar bo'lishi mumkin. Azizlarim, mana 75 million pulni ko'rsatinglar, albatta xo'jayiningiz ruxsat beradi va yoningizga qo'shilishib ishlashadi. Shuning uchun bunday xo'jayinim ruxsat bermaydi degan e'tirozga atvet, demak 75 million pul. Chunki erkaklar pulga qarab bir xulosa qilib sizga keng imkoniyat yo'lini ochib beradi. Agar bugun qarshiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa yoki menejerlaringizni xo'jayini qo'ymayotgan bo'lsa, ularga qattiq tushuntiringlar, tezroq natijaga chiq, tezroq oylik ol. O'sha paytda men qatnab yurgan paytimda Qo'qonga Malika opaga aytardim, doim Malika opa, tezroq zvanya qilishingiz kerak. Pul olasiz zvanya qilsangiz. Siz pul olsangiz, qo'lingiz pul ko'rsa, hamma eshik sizga ochiladi degan takliflarni aytardim har doim va mana 75 million ilk pulni ilk yechishlarida 75 million yechganlar. Chunki zolotani mukofot pullari yig'ilgan oyliklari tushib, qo'llarida yaxlit pul bo'lgandan keyin mana shunday e'tiroz bartaraf qilinib, u yog'iga keyin o'sha svetofor chiroqlari yongan. Shuning uchun azizlarim, mana shunday e'tirozlar bo'lsa, albatta harakat qilinglar. Endi Malika opa, navbatdagi savol, mana bugungi kunda bilaman, qanday qilib siz Olov imperiyasida birinchi o'rinda oldingiz, uchrashuvlaringiz bilan katta ball yig'dingiz. Ya'ni bizda shunaqa shart bor edi, rekrutlash. Bir kunda 7 martagacha vstrechalar qilib, bizga отчет yubordingiz. Qanday o'zingizda kuch topasiz? Nima deysiz odamlarga? Qaysi nimani taklif qilasiz? Biznesnimi, mahsulotnimi? Qanday qiziqtiryapsiz mana? Fishkalaringizni o'rgating bizga, rekrutlash uslublaringizni. Men shuni deb o'ylayman, bu kompaniyadan hamma katta daromad uchun kiradi. Yo, men mahsulot uchun kirdim degan odam ham baribir maqsadi tagi daromad bo'ladi. Bu kompaniyaga kirgan odamda, ish boshlagan odamda maqsadi katta daromad topish. Endi bu kompaniyadan sayohatlarga chiqish uchun keladimi, yo bo'lmasam katta daromad olish uchun kiradimi, yo avtobusga qiziqib keladimi, baribir hamma narsani negizi tagi borib rekrutga taqaladida. Agar rekrutni zo'r amalga oshirgan odam, rekrutni zo'r bilgan odam bu kompaniyadan berilayotgan hamma imkoniyatni qo'lga kirita oladi. Uning uchun bizni eng kerakli ishimiz bu kompaniyada o'zi asosan qilayotgan 90% ishimiz rekrutdan iborat. Men shuni deb o'ylayman, kimga qanaqa bilmayman, 10% bu sotuvdan iborat. Men aytaman qizlarga, siz odam taklif qilishda men mahsulot sotmasam ham odam taklif qilib bersam bo'ladimi deydi-da qizlar. Men aytaman, o'zi 90% ishni qilasiz ekan, 10% ishingiz qoladi ekan. O'zingiz uchun mahsulot olib, o'zingiz mahsulotni ishlatib ko'rib, kimgadir taklif qila olmasangiz, qanaqangi qilmasangiz, qanaqa qilib rekrut qila olasiz? Baribir men ko'proq mahsulot uchun bas, buni meni komandamdagilar juda ham yaxshi biladi. Ko'proq men kompaniyani marketingiga, ya'ni imkoniyatlariga qiziqtirib olib kiraman odamlarni. Qizlar aytadi, "Babi sotadi-ku, mahsulotni birinchi tushuntiraymi?" deb shuna desa, kimga qanaqa bilmayman, baribir o'zi uchun mahsulot olayotgan odamni ham o'tirg'izdirib, imkoniyatlarni bir sira tushuntirib o'taman. Bo'pti, siz o'zingiz uchun mahsulot olyapsiz. Keling, imkoniyatlarni ham bitta tushuntirib beradi. Men kompaniyani imkoniyati, ya'ni marketing planni ikkiga bo'lib olganman. Ya'ni novichoklar uchun, yangi kirgan novichoklar uchun tushuntiriladigan marketing planim bor. Undan keyin 1-2 zakaz urib, ya'ni odam taklif qilishni boshlasa, undan keyin ikkinchi marketing planni tushuntiraman.
kattarog'ini man birdaniga avtobuslarda yo bo'lmasam sayohatlarda birdaniga tushuntirib ketmayman. Uning uchun sayohat avtobuslarda olishingiz uchun mana bu ishlar qilishingiz kerak edi. Birinchi o'zimni kichkinagina, ya'ni 21 kunda topib turgan daromadini tushuntirib berishga harakat qilaman va mani ko'proq rekrutda qiladigan ishim kimdir onlaynda ishlaydi, kimdir offlaynda, kimdir obzvon bilan, kimdir yana boshqacha yo'llar bilan. Mani kompaniyada ko'proq offlaynda ishlayman, ya'ni onlaynda ham aytib o'tdim boshida, majburan onlaynda ishlaganman. Chunki odam maqsadi aniq bo'lsa, hamma yo'lda ishlab ketaverar ekan, vaziyatga qarab, sharoitiga qarab. Mani chiqishga sharoitim bo'lmaganda onlaynda ishlaganman. Ya'ni onlaynda o'tirib, o'sha telefon orqali obzvon qilib, hammaga telefon qilib, taklif qilib, shunaqa qilib onlayn orqali zolotoy direktorlikka chiqqanman. Undan keyin yo'llar ochilgandan keyin menga man o'zi juda ham xohlayman yuzma-yuz o'tirib, ko'rishib, gaplashib, registratsiya qilishdi odamlarni. Shuning uchun men ko'proq 90% desam ham bo'ladi, offlaynda ishlayman. Xudoga shukr, bemalol regionlarga chiqib, haftalab, 10 kunlab, 15 kunlab qolib ketadigan vaziyatlar bo'lyapti menda. Mana Samarqandda katta komandamiz bor, Kattaqo'rg'onda, Qarshidan komanda boshladik. Namanganda katta komandamiz bor, Marg'ilonda bor. Bemalol hozirgi kunda regionlarga chiqib, men onlayn emas, offlaynda ishlaydigan liderman. Telefon qilaman, har kuni qizlarimga masalan oldingi liderlar bilan mana hech bo'lmasam 6 yilga kompaniya yangi kirgandagi vaqtdagi liderlar bilan hozirgi liderlarni baribir nima desam bo'ladi, zamon o'zgargan, liderlar har tomonlama hamma narsani bilish kerak, ya'ni onlaynda ishlashni ham, offlaynda ishlashni ham, nima desam bo'ladi, mahsulotni taklif qilib, mahsulotni surkab turib, ishlatib ko'rib, odam a'zo qilish, hamma tomonlama mukammal lider bo'lsa, keyin odamlar hozirgi kunda a'zo bo'lyapti. Shuning uchun men aytaman, mukammal lider bo'lish kerak. Mukammal lider bo'lish uchun ko'proq o'qish kerak, ko'proq men har doim bilasiz Zuhraxon, har katalogda tugashi bilan boshlanishida men erinmasdan sponsorim oldiga boraman, Toshkentga Zuhraxondan plan olib kelaman, xo'jayinim bilan birga borib va mana shu plan orqali, sponsorim qilib bergan plan orqali ishlashga harakat qilaman har doim. Kam bo'lganimiz yo'q, Xudoga shukr. Meni ko'proq kompaniyada zo'r imkoniyatda qo'lga kiritib turgan bo'lsam, hammasi mana shu offlayn men 90% ishlaganimning natijasi. Men yuzimiz o'tirib, o'sha novichoklarga hamma yoqda o'tirib, yozib, chizib tushuntirib berishni yaxshi ko'raman va menga shu ko'proq omad keltiradi. Kimga qanaqa, kimdir onlaynda zo'r ishlaydi, kimdir offlaynda. Menda shunaqa. Rahmat Malika opa, mana azizlarim, hammalaringiz mana eshitib turibsizlar. Bitta gaplari menga rosa yoqdi. Zamon bilan hamnafas bo'lish kerakligi haqida. Biz gibki bo'lishimiz kerak va vaziyatga moslashib olishimiz kerak. Va har bir instrumentlarda zo'r qo'llashimiz kerak. Onlaynda ham, offlaynda ham rekrut qilishimiz kerak. Bu bizni yuragimizga urish hisoblanadi. Shunda o'ylaymanki, natijasi zo'r bo'ladi. Onlayn zo'r, kattaroq axlatni olasiz, hamma viloyatdan odam qilasiz, offlaynda buni zo'r tomoni onlaynda 100 tadan bitta inson kelsa, offlaynda 10 ta odam bilan gaplashsalar, kamida 4 ta 5 ta odamni registratsiya qiladilar-da. Mana ko'ryapsizmi, hammaning uslubi har xil. Masalan, men mahsulotga odamlarni chaqirsam rekrutda, Malika opam sirazu filtr qilib, sirazu marketing planidan gapni boshlab, o'sha joyda filtr qilib, menga tadbirkorlar kerak deb turib, shunaqa insonni izlagani uchun butun komandalarida shunaqa jiddiy insonlar ko'p yig'ilgan. Rahmat Malika opa. Haqiqatda o'rtoqlar, plan kerak, chunki rejasiz ish qilib bo'lmaydi. Bu hobbi emas, bu biznes. Biznesda har doim konkret rejalar va deysiya harakatlar kerak bo'ladi. Mana har xil insonlar bor. Bitta narsani sizga yana eslataman, agar Oriflame'da ko'p pul topmoqchi bo'lsangiz, albatta sponsoringizni mahkam ushlashingiz kerak va o'rganishdan to'xtamasligingiz kerak. Mana Malika opam 7 yildan beri Oriflame'da ishlasalar ham to'xtamasdan har katalog menga Toshkentga kelib bitta plan olib ketadilar. Men hamma yo'qda уже bilib bo'ldim. Bo'ldi, menga yetadi demaydilar. Shuning uchun hammalaringizga tavsiyam, yaxshi daromad topish uchun sponsoringizni mahkam ushlaylar hammalaring va birga rejalashtirib, partnyorskiy biznes qilsalaringiz, plan bo'yicha ketsalaringiz hammasi zo'r ketadi.
Endi navbatdagi savolga o'taman, Malika opa. Aktivность. Bu eng og'riqli nuqtamiz. Bu yoqdan odamlarni qo'shamiz, bu yoqdan esa eski odamlar ketib qoladi. Yoki bo'lmasa bir marta zakaz urganlar chiqib ketadi, zakaz urmaydi. Shuni hisobiga juda ko'p menejerlar sayohatlarga saralanishda charchab qolishadi. Bag'dan odam olib kelsa, u yoqdan o'tgan oyda odamlari ketadi. Mana xabarim bor, zo'r qilib loyiha qildingiz va komandangizga novichoklarni yig'ib turib, o'sha yerda shartlar qilib, bajarib, efirlar qilib yurgizdilaringiz. Shu haqida gapirib bering va shu orqali mana eng oxirida в итоге odamlaringiz saralanishdi sayohatga. Bu juda ham zo'r, mana natija bor. Va o'sha общий strukturangiz bo'yicha faollikni ushlab turish uchun ochgan zo'r kanalingiz haqida ham gapirib bersangiz, shu ikkita novichoklar uchun proyektingiz nima shartlar bo'ldi? Bizga sirlaringiz bilan bo'lishing, faollikni ushlab turish bo'yicha nomeringizda chempion bo'lib turibsiz. Va ikkinchisi o'sha katta ochgan kanalingiz, liderlar dejurstva qilib o'tgani faollik uchun. Shu ikkita narsani o'zida biz ko'p narsani tushunib olamiz. 5 minutda ichida shu ikkita narsani tushuntirib bering, ikkita fishkangizni. Faollikni ushlab turish uchun hozirgi kunda faollikni ushlab turish ham hali bilimlik, tajribali lider bo'lmasa qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun aytyapman, zamon bilan hamnafas bo'lib, har tomonlama mukammal lider bo'lishga harakat qilish kerak. Kompaniyaga keldimi, o'zini aniq maqsadi bormi, har tomonlama o'qib o'rganishga harakat qilish kerak. Mana shu mana o'zimiz sponsorimiz Zuhraxon Olov imperiyasi, mana hamma biladi, nimasidan andoza olib, o'zimga ham Olov imperiyasi, Qo'qon Olov imperiyasi kanalini ochganman va menda ikkita zo'r kanal ishlaydi. Birinchisi shu info kanali, o'zimiz Olov imperiyasi kanali, ikkinchisi chat kanalimiz bor, mahsulotlar uchun belgilangan kanal. Har bitta novichokni shu o'zini registratsiyadan o'tkazib, tushuntirgandan keyin, registratsiyadan o'tkazgandan keyin birinchi bizni shu nimaga o'zimiz Olov imperiyasi kanaliga qo'shamiz. Mana Start Product'ga novichoklar uchun ochilgan kanal va aytda o'zini sharti bor. Shu birinchi sharti shu kichkina o'sha yumaloq videocha bo'lsa ham har bitta mahsulotni mana registratsiyadan o'tgandan keyin zakaz uradi, o'ziga mahsulot oladi. Endi mahsulotni uyalmasdan taklif qilishi uchun mana shu kanalimizda o'rgatib boramiz. Har bitta o'zi ishlatib turgan mahsulotni o'sha yumaloq videocha qilib kanalga tashlaydi. Birinchi o'rinda o'zini tanishtiradi, qaytadan sponsor kim, undan keyin shu har bitta mahsulotni kanalga tashlaydi va kundalik qilayotgan ishlarini shu kanalimizga tashlab boradi novichoklarimiz. O'sha ertalabda turib nima qildi, yuzini o'qot qildimi, undan keyin mana shu yangiliklarda har bitta kirgan novichokda o'zini ham alohida kanalchasi bo'ladi, kanalchalari, o'zini taklif qilgan yaqinlari, odamlarini qo'shgan kanali. Bu bizni Olov imperiyasi kanalidagi o'zini videochalarini, yangiliklarni o'zini ham kanalga tashlab boradi. Biz kuzatib turamiz, uni ham kuzatib turamiz. Bizda qilgan nima olib borayotgan, kanaldagi olib borayotgan ishlarini ham kuzatib boramiz. Har kungulik ish rejasini, nima ish qilyapti, ertalab qaysi kanallarga reklamalar tarqatdi, qaysi odamlarga, qaysi kanallarga o'sha yumaloq videocha qilib, har bir mahsulotni gapirib ishlatib ertalab o'qot qilsa ham, yo bo'lmasa nima ishlatsa ham kompaniyadan orifley mahsulotlarini hammasini yumaloq videocha qilib tashlab beradi. Hamma tomonlama kimdir mana aytamiz-ku, biz siz onlaynda ishlaysizmi, offlaynda ishlaysizmi deb so'raymiz, kirgan novichokdan qaysi qulay bo'lsa o'shanda ishlagani yaxshi deymiz. Men kirgan novichoklarga xohlardim hamma tomonlama, ya'ni offlaynda ham onlaynda ham ishlashini xohlardim. Har bitta kirgan novichokda hozirgi kunda shuni talab qilib turibdi. Shuning uchun men kirgan novichoklarga o'sha gruppamda hamma tomonlama mukammal ishlashni o'rgatamiz u kanalda. Agar mahsulotlar haqida qiynalsa, Beauty Chat kanalimiz bor. Beauty Chat kanalimizdan mahsulotlarda qanaqa qilib, masalan, o'zi tashlagan liderlarimiz yaxshi videolarini olib Beauty Chat kanaliga qo'yamiz.
mahsulotni qanaqangi ishlatyapti, to'liq ma'lumot beryaptimi, narigi kanalga tashlasak ham qandaydir bir rag'batlantirish bo'ladi, ularga qandaydir motivatsiya bo'ladi, yana ham ko'proq mahsulotlarda reklama qilib gapirib chiqishga, yo bo'lmasa ular onlayn ishlayaptimi yo offlayn ishlayaptimi, hammasini kun bo'yi bizga отчетini berib boradi u kanalda. Bu degani har bitta muntazam ishlab turgan liderlarni muntazam ishlashga o'rgatish kerakda. Bu doimiylik, undan keyin komandada rejim bo'yicha ishlash bo'lishi kerak. Hammasini bu kanalda o'rgatib boramiz. Men ko'proq nima qilaman, kompaniyada zo'r muvaffaqiyatga erishishda yana bitta zo'r yo'li kompaniyada doimiylik. Har doim mana ko'ryapsizlar, kerak bo'lsa 2 kunda bir, kerak bo'lsa haftasiga kompaniya tomonidan aksiyalar, to'g'rimi, imkoniyatlar kompaniya tinimsiz tashlab boradi. Bularda agar doimiyligi bo'lmasa, u liderlarimizni bexabar qoladi bu narsadan-da. Masalan, haftalik aksiyalar bor, kompaniya tashlab turgan, katalogdagi har katalogda tashlab turgan imkoniyatlar bor. Bularni hammasini komandasiga yetkazish uchun yo novichoklariga o'zini yetkazib berish uchun doimiyligi bo'lishi kerak har bitta hamkorimizni. Shu kanalimizda biz shunga o'rgatamiz. Super, super. Ovozim kelyaptimi, Malika opa? Ha, boryapti, kelyapti. Haqiqatdan mana o'zim bajaraman, o'zim qilaman emas. Sizda mana shu o'rgatish, nazorat qilish, bajartirish juda ham zo'r ishlaydi. Agar lider bitta o'zi ishlayversa, unda o'sish bo'lmaydi komandada. Juda ham to'g'ri gaplarni gapirdingiz. Namuna sifatida bitta narsa ochilib yurgizildimi, 3% dan insonlar dubli servis qilib, o'zini kanallarini, o'zini gruppalarini ochish kerak va ular nima qilayotganini albatta lider ko'rib borishi. Ya'ni nazoratingiz borligi bu juda ham zo'r, chunki bajaringlar desangiz, hozir hech kim qilmayapti. Tasha, nima qilding degan narsani qayta aytilsa, odamlar qiladi. Haqiqatda tizimsiz ishlab kuchli komanda qurib bo'lmaydi. Natijada lider doim charchaydi, doim o'zi yuguradi, katalog yakunida stressga tushadi, har doim ball yetmaydi, barqarorlik bo'lmaydi. Agar biz mana shu qilayotgan ishimizni shunchaki bas buni jiddiy qarab, odamlarga o'rgatib, aniq maqsadini, yozilgan har bitta odamni rejasini, har kuni takrorlanadigan harakatini aniqlab bersak, odamlar albatta ish qilishadi. Ko'pchilik holda nimaga odamlar ishlamaydi, nimaga bajarmaydi? Sababi ular aniq nima qilish kerakligini bilishmaydi. O'shaning uchun ham ular bajarmayapti. Juda ham zo'r gaplarni gapirdingiz. Tizim bo'lmasa, demak, o'sishimiz tasodifiy bo'lib qolar ekan. Shuning uchun hammalaringizga, mana shu Malika opamga o'xshab sistemalaringizni qilib olinglar, sodda oddiy qilib kanalingiz va o'sha dejurstvalar, mahsulotlarni tindirmay reklamasi ketmasa, savdo bo'lmaydi va novichoklar uchun alohida narsa. Shunda o'ylaymanki, hammada zo'r o'sish bo'ladi. Rahmat, вообще zo'r, brilliantga teng ma'lumotlarni berdingiz. Endi yana bitta savolimiz qoldi. Eng oxirgi savolimiz, Malika opa, vaqtimiz ham kam qolibdi, 5 minut qolibdi. Shu 5 minut ichida siz Oriflame'da erishgan yutuqlaringiz, ya'ni o'sha harakat qildingiz, shartini bajardingiz, avtobonusni oldingiz, o'shandagi emotsiyalaringiz, taqdirlanganlaringizda qancha mana taqdirlanishlardan o'tib kelyapsiz, daromadlaringiz, umuman olganda mana shu sayohatingiz, shular haqida 5 minut gapirib bersangiz va eng oxirida motivatsiya bilan efirni yakunlasak, hammani uyqulari qochib, hozir ishlashga tushib ketishadi. Rahmat. Baribir meni yutuqlarim shu aylanib shu e'tirozlarga, ya'ni qarshiliklarga to'g'ri keladi. Qancha menga qarshilik bo'laversa, men motivatsiya olaverganman-da. O'zimga o'zim shuni deyman, menga qarshilik bo'lmayaptimi uyda, motivatsiya ham pastga tushaveradi. Kimdir menga qarshilik qilib turish kerak. O'shanda men motivatsiya olaman ekan. Chunki men shunga o'rganib qolganman. Mana shu 20 yilda ichida qarshiliklarning ichida yorib chiqib ketishga. Kompaniyadan mana 11 yilda ichida bu kompaniyadan 100 milliondan oshiq daromad topgan liderman. Men o'shanda siz meni dublikat qildim, mana liderim deb nima qilganingiz, u menga qanaqadir birinchi bu kompaniyadan meni juda ham katta titratgan narsa shu bo'lgan, shu komandamga tashlagan. Hali ham o'sha video menda turadi, o'zingiz bilasiz. Har ara-arada Start Pro'da dars o'tganimda uni qo'yib berib turaman, chunki men uni juda ham
haligi saqlayman, chunki motivatsiyam tushib ketganda mana shu narsani eshitganda o'shanda man qandaydir bir osmonlarda uchib yurganman mana shu gapni eshitganimda. Undan keyingi mani mana sayohatlarga borganim bo'ldi. Arqama ketim bu kompaniyada bir marta erishdingizmi katta yutuqqa, arqama ketaverar ekan, ulanib xudoga shukur mana undan keyin manda eng yana osmonga uchirgan narsa shu avtobonusni olganim bo'lgan. O'sha kompaniyani generalniy direktori kelib Qo'qonga o'zlari qo'llari bilan yana xo'jayinim oldida, o'shaning uchun aytaman hozir qizlarga, agar kim sizni uyingizda yaqinlaringiz, masalan ota-onangiz, o'zingizni uyingiz tomondagi aka opa hammasi, farzandlaringiz, xo'jayiningiz qarshilik qilib turgan bo'lsa, sabr qilish kerak. Natija qilguncha bu o'z sizga motivatsiya bo'lishi kerakda. Agar siz shundan o'zingiz motivatsiya olsangiz, bu kompaniyada katta daromadlarga erishib ketaverasiz. Shunaqangi menga ham qarshilik bo'lib, chiqmaysan, bormaysan, yig'ishtir deb o'sha uyga qamab, eshikka ham chiqmaysan, darvozani tagiga chiqsang javobing o'zing bilan, kompaniya mahsulotga, Oriflame kompaniyasiga pul tiksang javobing o'zing bilan degan qattiq shartlar bo'lgan menga ham. Manda ham o'sha uyda pul turadi, Oriflame'ga ishlata olmayman, ko'chaga chiqib bitta odam taklif qila olmayman. Shu darajada qiyinchilikda, mana aytyapman, 1 yil ichida Zolotoy direktorlikda ochib yopganman. Mana shu sponsorim sababli, chunki mani bir kunda mana bilishadi, sponsorim 30 talab, 40 talab registratsiya o'tkazardik uyda o'tirgan holda. Mana xo'jayinlari Jamshidjon ham telefon qilib aytishardi, apa buguncha qilmaylik, charchadim, ertaga o'tkazaylik degan paytlari ham bo'lgan menga. Menda chunki o'zingizda xohish bo'lsa, bu kompaniyada katta imkoniyatlarni, ya'ni birinchi o'rinda ishonish kerak ekanda sponsorga, kompaniyaga, kompaniya imkoniyatlariga, mahsulotlarimizga. Agar sizda to'liq ishonch bo'lsa bu narsaga, siz shunaqangi kuchli katta motivatsiya keladi sizga. Uning uchun sizda ishonch bo'lishi kerak. Ko'proq nimaga odamlar motivatsiya ololmayapti? Ishonch kamda hozir, yo sponsoriga, yo bo'lmasam kompaniyaga, yo bo'lmasam o'ziga ishonmaydi, qilalamanmi, qilmaymanmi deb. O'shaning uchun birinchi o'rinda ishonch turadi. Undan keyin siz doimiy harakatingizni qilaversangiz, ya'ni kunda bir qadam tashlanglar deyman komandamga. Kelasiz, bir qadam tashlab qo'yinglar. Uyda o'tirgan holingizda ham, o'tirgan joyingizda 5 ta odamga taklif qilib qo'ysangiz ham, o'sha bir qadam tashlaganingiz bo'ladi. Bir dona odam taklif qilib qo'ysangiz ham, siz kompaniyada ishlay turgan bo'lasiz. Jim qolmanglar deymanda. Kasal bo'ladimi, qanadir bir boshiga qanadir bir muammo tushsa ham aytaman. Hech bo'lmasam odamga o'tirgan joyingizda 10 minut vaqtingiz bo'lsa ham, 2 ta odamga telefon qilib qo'ying. Doimiylikdan chiqib ketib qolmang. Kompaniyada doimiyligingizni ko'rib turaylik, gruppada bo'ling, shetdaman, arada yozib turing, mana nima ish qilyapsiz, hech bo'lmasa 5 minut ishingizni gruppaga yozib qo'ying, nima qilib turganingizni deyman qizlarimga. Yo'q bo'lib qolgan qanadir bir sabablarga ko'ra hali uyda qolgan qizlarga bo'lsa ham, liderlar bo'lsa ham. Shuning uchun bu kompaniyada agar siz doimiy bo'lsangiz, juda ham katta natijalarga birin-ketin erishib ketaverasiz. Men to'xtamadim, hech nimaga qaramadim. O'sha Zuhraxon bitta gapingiz bor-ku, hali Hindistonda ot poygasida otni ikkita tomonga taqa qo'yib qo'yar ekan. Nimaga bunaqangi ekan? Doim o'sha ot yutaverar ekan. Sababini so'raganda nimaga desa, shu ikkita tomonga taqa qo'yib qo'yganman. Shuning uchun har doim meni otim yutadi degan ekan. Chunki ot aqa-baqa alanglamasligi uchun, to'g'riga qarashi uchun shunaqa ikki tomoniga temir qoqib qo'yar ekan otda. Xuddi shunaqangi bo'lib ishlash kerak. Men buni kompaniyaga kirgan zahotim bu narsani sezganman va xuddi shunaqangi hamma, ya'ni mayli tashqaridagilarni ham qo'yavering, va kompaniyadan ketibdi, tayyor lavozimdan ketdi, oylikdan ketib, noldan boshlabdi deb qancha menga hali gap so'zlar bo'lgan. Endi oilamdan tashqari u narsalar ikkinchi darajali, oilangizniki, lekin birinchi darajali. Men to'g'ri tushunaman. Agar xo'jayini qo'ymay turganlar bo'lsa, baribir to'xtamaslik kerak. O'sha qizimni divanchasini tagiga mahsulotlarni tiqib qo'yadigan omborcham bo'lardi, o'sha yerga tiqib qo'yardim. Xo'jayinim ketganlarida o'sha yerdan olardim. Yana kelsalar hamma yo'qni o'sha yerga tiqib qo'yardim. Men shunaqa qilib ishlaganman mana. Mana kompaniyadan o'sha 1 yil ichida Turkiya bilan Tailand yutib oldim. 100 milliondan oshiq pul oldim kompaniya tomonidan. Shu o'g'limni mana o'qishga olib kirdim. Undan tashqari Nexia 3 birinchi o'g'lim uylaganimda kompaniya tomonidan olib sovg'a qildim to'y kuni. Mana komandamdan 9 ta odam saralandi Misr sayohatiga. Undan oldin o'zim 2 ta Turkiya Tailand sayohatiga o'sha 1 yil ichida saralandim. Ya'ni
direktorligimga, zolotoy direktorligimga unda karantin paytligi uchun $2000 kompaniya tomonidan pul mukofotini olganmiz, borolmaganman. Undan keyin mana chet el sayohatlari bo'ldi, xo'jayini qo'ymaganlar, baribir qo'ymaydi, bilasizlar. Mana Misr sayohati bo'lganda mahkam oyog'imni tirab turib oldim, men boraman mana shu Misrga. Qo'ysangiz ham qo'ymasangiz ham nima qilsangiz qilavering deb turib oldim. Iloji bo'lmagandan keyin jo'natishdi. Mana 8 komandamizni 8 ta 9 kishi bo'lib Misr sayohatiga, ya'ni Egiptga bordik. Men kompaniyani shuncha yil ishlab, Oriflameda taniyman ekan deb tanimas ekanman. Siz qachon Oriflameda taniysiz kompaniyani? Mana shu sayohatlarga chiqqaningizda, qanaqadir katta tadbirlarda keyin hali kompaniyani qanaqa kompaniyada ishlab turganingizda tanib borasiz ekan. Men o'sha yerda mana shunaqangi hali kompaniyada biz borgan joy endi tasavvur qilolmayman, faqat yakka borib ko'z bilan ko'rish kerak. Qanaqangi darajada kompaniyamiz sizni e'tibor bilan aziz qilib, shunaqangi zo'r qilib hali kompaniyamiz sayohatlarni nima qilishadi. Mana o'sha Misr sayohatiga borib kelganimiz uchun har doim mana hamma aytayotdi, nima shunaqangi sayohatlarga bo'lsa deb, men komandamda har safar qanaqa sayohat bo'lsa ham baribir odam chiqarishga harakat qilaman. Chunki men o'zim o'zgarib kelganim uchun kompaniyani borib ko'zim bilan ko'rib, men kompaniyani bilaman der ekanman, bilmas ekanman. Mana shu sayohatlarga borganda bilar ekan odam kompaniyani qanaqangi kuchli, qanaqangi zo'r, shunaqangi zabardast kompaniyada ishlab turganini sayohatlarga borganda ko'zlarim bilan ko'rib kelasizlar, hurmatli mehmonlarimiz. Shuning uchun men har doim sayohatlarga komandamdan odam saralashdi. Juda ham xohlayman va qilaman shuni. Komandamdan hamma sayohatlarga hali saralanmagan taqdirda ham meni komandamdan odam boradi. Super. Chunki men o'zim bilaman, bitta oddiy uy bekasi uchun shuncha narsa, o'rtoqlar. Astoydil bo'linglar-da, endi jiddiyroq harakat qilinglar. Malika opamdaqa insonlar juda ko'p. 12 ta viloyatda juda ko'p. Faqat biz nimaga topmayapmiz? Sababi biz izlamayapmiz. Izlasangiz topamiz. Va bunaqa uyda o'tirgan, erini ro'ydan chiqmagan, lekin xohishi o'ta kuchli insonlar juda ko'p. Tiqilib yotibdi atrofimizda, lekin biz agar harakat qiladigan bo'lsak, zo'r mana shunaqa liderlarni topamiz. Haqiqatda oddiy uy egasi uchun ham pul, mashina, kontrakt to'lash, sayohatga borish, katta komanda qilish, dahshat-ku bu o'rtoqlar. Uyda o'tirib olib, mantiq qilib, xonim qilib ham ikki mahal ovqat pishirib bir xil hayotda ham umrimiz o'tishi mumkin. Lekin insonlarga mana shunaqangi foydali, manfaatli bo'lib ham kunimizni, umrimizni o'tkazishimiz mumkin. Bugungi darsimizni kalitini ochmadim, Zohron, shu 1 minut uchun aytib o'tib ketay, chunki men e'tirozlar haqida ko'proq gapirmoqchi edim. Ya'ni bizda ko'proq 90%, assalomu alaykum ustoz. Ko'proq bizda e'tirozlar xo'jayini tomonidan bo'ladi. Men har bitta kirgan hamkorim, novichogimni so'rasam, 90% yo'q, xo'jayinim qo'ymayapti, xo'jayinim ko'chaga chiqmaysan, ishlamaysan deyapti degan e'tiroz 90%. Qolganlarda bilmayman. Menda shunaqangi 90% surishtirganimda xo'jayinidan kelib chiqadi. Men shuni hali qulupini yechib ketmoqchiman. Birinchi o'rinda mana meni ham xo'jayinim soliqda boshlig'i, katta pul topishadi, rosa ham katta qarshiliklar qilishgan, senga nima yetishmaydi, qo'lingda diploming bor, ishlaydigan bo'lsang davlat ishida ishla deb. Men bu kompaniyada ko'rib turib, ko'zim bilan ko'rib turib, hammani katta daromad olib turganini, qanaqangi e'tirof bilan kompaniya aliya hurmat ko'rsatib turganini ko'rganimdan keyin men umuman soviganman. Yo'q, men davlat ishida ishlamayman, men shu yerda ishlayman. Nima bo'lsa ham deb qanaqangi qarshilik bo'lishidan qat'iy nazar ishladim va shu xo'jayinimni yo'q, olib bormasangiz bo'lmaydi deb Toshkentga 2 yil oldimmikan, Zohraxon, xo'jayinimni majburlab olib bordim sponsorim oldiga. Boshqa payt men Toshkentga ham ruxsat yo'q edi-da, qochib borib davolanyapman deb, o'zi allergiyam bor, davolanishim kerak. Davolanishga borgan odam davolanishni ham surib qo'yib, esimdan chiqib ketib, shu kompaniya odam bilan ishlab kelardim Toshkentga borganimda. Telefon qilsa, ha, davolangan kirib ketyapman, alder edim-da, yolg'on gapirar edim. Chunki hammasi mana shu kompaniyani yaxshi ko'rganimdan, juda ham ishlashni xohlaganim uchun shunaqangi qilar edim.
va o'zim bilardim bir kun bu kompaniyadan katta daromad topishimni va bir kun erim oldida yuzim yorug' bo'lishiga ishonganim uchun shu menga motivatsiya bo'lardi, to'xtamasdan harakat qilardim. Shu xo'jayinim oldilariga olib borganda shunaqangi deb hamma yoqda Jamshidjon tushuntirib oyliklarini ko'rsatib qolish telefonda. Bu narsa xo'jayinimga motivatsiya bo'ldi. Ikkinchi marta motivatsiya bo'ldi. Uchinchi marta ekan. Birinchisi shu xo'jayinim farzandimga 75 million pul yechib o'qishga olib kirganim, ikkinchisi Misrga borganim, chunki Misrga borganimda tinimsiz telefonda sirazi o'sha yerdan nima oldi, qo'limga pulni berishdi, aeroportga borgan zahotim o'sha Misr nomer olib turib, sovg'a olib turib, tinimsiz hali video chatda ko'rsatib yurasan, boradigan bo'lsang ham deyishdi. Misrda qayerga boryapmiz, nima qilyapmiz, hamma yoqda ko'rsatib yurdim. O'sha yerda o'zi mehrlari qandaydir tushib qoldi dor filmga. Nahot shunaqangi zo'r naqangi qilib bersa kompaniya sizlarni deb aytdi, bir nimalar tushdi. Undan keyin mana sponsorimizni telefoni orqali oyliklarini ko'rib yana bir mehrlari ortib, keyin menga harakat qilishni boshlashdi. Davay ayasi ishlaylik deb. Men o'zim nahot endi shu xo'jayinim bo'lsa deymanda, men tushimga ham kirmaganda menga qo'shilib ishlab ketishi. O'sha to'g'ri ofisni ochib bergan, sen baribir ishlayotgansan deb o'sha zavod direktorligimni ochganimda ofislar ochib ruxsat bergan, ammo lekin ofisga ham 2 kunda bir yo 3 kunda bir borardim, har kuni qo'ymas edi. Undan keyin mana hozirgi kunda agar ishga bormasam, ishga bormaysizmi dedilar. Avtobusni olishimga ham mana shu xo'jayinim sababchi bo'lishgan, chunki tinimsiz meni qayerga desam olib borishdi. Chunki yonimda men offlaynda ishlaganim uchun men ko'proq chiqib ishlashim kerak edi. Menda offlaynda zo'r o'xshaydi ish. O'shaning uchun yonimda yurib tinimsiz offlaynda ishladik. Ko'pchilik menga mashinani yutib olganimda kompaniya tomonidan Kia Seltos mashinasini berdi kompaniya. Kia Seltos mashinasini Qo'qonga kelib, o'sha kompaniyaning general direktori Aleksey Xodis qo'llari bilan topshirib ketishdi. O'shanda hamma menga telefon qildi, qandaydir pul tikib oldingizmi yo bo'lmasa qancha pul tikdingiz degan savollar rosa ham ko'p bo'ldi. Haqiqatdan ham to'g'risi men bir tiyin pul sarflab olganim yo'q mashinani, ishonasizlarmi? Qanaqadir katta bal urib yo bo'lmasam qanaqadir katta mahsulot olib sotib unaqangi bas. Men haqiqiy живой tirik komanda bilan shu ishni qilib, mana shu vodiyda birinchilardan bo'lib, mana shu Kia Seltos mashinasini kompaniya tomonidan oldim. Hozirgi kunda men xo'jayinim davlat ishdan chiqib ketaymi ekan deydi, bo'lmasam soliqda boshliq xohlamayapti-da, meni daromadimni ko'rib, kompaniya berib turgan imkoniyatlarni ko'rib, men ham chiqib ketib siz bilan ishlasammi ekan. 1 yildan beri shu chiqaymi, chiqmaymi, chiqaymi, chiqmaymi. Mana shunaqangi bo'lib ishlashyapti hozirgi kunda. Super. Chunki mehrlari tushib qolgan ortilimga. Bugungi gaplaringizdan shuni o'zim uchun bitta narsani oldimki, biz ko'pincha atrofimizga uncha xohlamayotgan 50 odamlarni yig'ib olamizda, bo'ldi bularga vaqtimizni ketkazib charchaymiz. Va bugun sizni yonayotganingizni ko'rib, energiyangizni ko'rib va sevishingizni ko'rib, ishlashni chin dildan yotib olib ishlashni xohlashingizni ko'rib, demak, xohlovchilarni izlashimiz kerak. Ustanovkalarimizni to'g'irlashimiz kerak. Oriflame'ni sevadigan, ishlashga ishtiyoqi bor mehnatkashlarni topib qo'yadigan bo'lsak, o'ylaymanki, menga o'xshab qiynalmasdan hamkorligini davom etadi har bitta liderda. Malika opa, bugun vaqtimiz tugab qoldi. Bergan bilimlaringiz uchun ming million marta rahmat. Sizdan energiya chiqyapti, dadil, gaplaringizga uverenlisiz, xohishingiz ayniqsa va har bitta punktim gapirgan savollarga javoblaringiz juda ham yoqdi menga. O'ylayman qizlarimizga ham hammalariga yoqdi va albatta kommentariyalarda bir og'izdan yozib, bugungi efirdan olgan xulosasini berib ketadilar. Ilohim berganlaringiz million marta o'zingizga qaytib kelsin. Faxrlanaman. Sizdaqa inson bilan kelishib, chiroyli muomala qilib, uzoq yillardan beri opa-singillardek chiroyli ishlayotganimiz uchun mingdan ming roziman va mingdan ming rahmatlarimni aytaman. Sizdaqa insonlar Oriflame Globalji oilamizda to'lib toshib tiqilib ketsin ilohim. Kattakon rahmat. Azizlarim, efirimiz tugadi shu bilan. Maylimi, mana bir og'iz qo'shilsam sizlarga. Qizlar, assalomu alaykum. Malika opajon, assalomu alaykum opa, yaxshimisiz?
Judayam bugun xursandman. Aynan bugun sizga efiringizligidan, Malika opa. Chunki siz haqiqatda hozir Zuhra judayam to'g'ri so'zlarni ishlatdi. Global J oilamizda sinalgan, sadoqatli, kuchli, go'zal, natijali va eng muhimi mehr oqibatli ishongan liderlarimizdansiz. Biz bilan mana shuncha davrlarda har xil kunlar, har xil yillarga qaramasdan, qiyinchiliklarga qaramasdan birga ekanligingiz uchun kattakon rahmat Malika opa. Chunki bilasizmi, kechagi men ko'rgan Malika opa bilan bugungi Malika opada judayam katta o'zgarish bor. Mashalloh deb qolaman Malika opa. Sizni bilingki, mehnat yanada go'zallashtirgan. Sizni qalbingizdagi ishonch go'zallashtirgan. Chunki hozir men oxirida kirib qoldim. Bugun menda boshqa davlatimiz, boshqa jamoa uchun efirim bor edi. Shuning uchun rosa ham xohlagandim boshidan bo'lishdi. Lekin oxirlarida bo'lsa ham eshitdim. E'tirozlaringiz esimda, turmush o'rtog'ingizni ancha boshida bu ishga sizga ruxsat bo'lmaganligi, qanchalar qiyinchiliklar, qanchalar to'siqlar bo'lsa-da, qalbingizdagi ishonch bilan, umid bilan, chiroyli niyat bilan mana shu holatni bugun turmush o'rtog'ingiz hattoki yoningizda shu ishda bo'lishga rozi bo'ladigan holatga olib kelibsizki, siz judayam dono ayolsiz, Malika opa. Chunki o'zbekimizda chiroyli naql bor, erni er qilgan ham-da va hamma yo'qda ham ayol va ayol har bir oilada dono bo'lsa, oqila bo'lsa, u yaxshilikni turmush o'rtog'iga ham ilinib, buni chiroyli natijalargacha nuqtasigacha olib bora olsa, bunday ayolga inshaalloh nima deydi, bebaho. Shuning uchun bilaman, Qo'qon holatida ishlash oson emas. Menimcha bugun efirda buni aytdilaringizmi, yo'qmi? Men hammani ichida aytishim kerakki, bilasizlarmi qizlar, har bitta regionimizda o'ziga yarasha tosh-tarozi bor ishlashda. Vodiy boshqa regionlarimizga nisbatan ancha rivojlangan, qanaqa? Hamma ishda rivojlangan joy. Oriflameni to'g'risini ham va to'g'risidan ko'ra noto'g'ri holatini ham ko'p ko'rish mumkin. Va har doim gapiramanki, to'g'risi men vodiy qizlarimizga, vodiy liderlarimizga o'rnimdan turib qarsak cholib, ularni natijalari uchun e'tirof qilishga tayyorman deyman, chunki bugungi kunda vodiyda natija qilish bu boshqa regiondan toshi og'irroq. И тем более Qo'qonda ham o'ziga yarasha muammolar bor, da Malika opa. Lekin shu joyda ham bugun xalqingizga chiroyli ofis, chiroyli Oriflame namuna qilib, bugun o'zingizni fido qilayotganligingiz, ishonaman, Allohimdan mingta yaxshiliklar bilan qaytadi. Va bu narsani necha yillardan beri guvohiman. Shuning uchun ustozlik duosini men ham Zuhra ustozingizga qo'shib beraman. Ilohim mana shu qilayotgan mehnatlaringiz hamisha rohatli bo'lsin. Allohim mana shu yo'lda katta yurak, chin muhabbat, jamoangizda o'zingizga o'xshagan halol, mehr munosabatlik, ustozlarga ham juda ham hurmatni o'z holatiga yetkazib qo'yadigan ajoyib shogirdlarimizdansiz Malika opa. Chunki nafaqat Zuhradan kerak bo'lsa ham mendan so'rab, "Maxsus, mana shunaqamidi?" Ya'ni maqsadni qo'ydingizmi, siz albatta shu maqsadga erishmagungacha so'rab manzilga bor degan naqlga rioya qiladigan insonsiz Malika opa. Shuning uchun hamisha oilamizda, Global J oilamizda qadri baland shogirdimiz bo'ling. Tez orada juda ham xohlayman Qo'qonda brilliantlar tug'ilsin. Brilliantlar Qo'qon xonligiga, chunki Qo'qon xonligi deb qo'ygan bir vaqtlar. Shuning uchun Allohim shu duoimizni qabul qilsin-da va tez orada Qo'qonga brilliant xonimimiz bor degan bir chiroyli yutuq bilan, quvonch bilan borib tabriklash nasib qilsin sizlarni. Rahmat. Shuning uchun oxirgi tilagingizni bildirib qo'ying, efirni tugatamiz menimcha. Bugun mana shu o'ylanayotgan, shu ishni qanday qilaykin, qilsam arzirmikin degan insonlar uchun ikki og'iz maslahat, tilagingiz, duoyingiz. Tilagim men har doim aytaman, kompaniyaga keldingizmi? Mana 20 yildan oshiq kompaniyada ishlab turgan bo'lsak, O'zbekiston bo'yicha yo'q bunaqangi kompaniya. Chunki hamma kompaniyani ofisga kelsa, men so'rab ko'raman-da, marketing planini, kompaniyani eshitib ko'raman. Haqiqatdan ham mana muborak oyda o'tiribmiz. Biz Oriflame kompaniyasidaqa kompaniya yo'q O'zbekiston bo'yicha. Marketing plani, mahsulotlari, sponsorlarimiz, undan tashqari umuman kompaniyani hamma tomonlari
nomer 1 hozirgi kunda O'zbekistonda. Eng kuchli liderlar ham Oriflameda ishlayapti deb o'ylayman. Umuman hamma kompaniya bo'yicha eng kuchli, eng bilimli, O'zbekiston bo'yicha staji juda ham yuqori bo'lgan hamma lider hozirgi kunda Oriflameda ishlayapti. Chunki juda ham yaxshi biladi kompaniyada, qaysi kompaniyada ishlashda unaqangi liderlar. Siz endi ish boshlay turgan hamkormisiz yo ikkilanib o'tirgan hamkormisiz yo qanaqadir e'tirozlar sizni qiynayaptimi? Hech qachon orzularingizni, maqsadlaringizni ko'mib qo'yadigan inson bo'lmang. Har doim aytib o'tdim-ku boshida. Shu oldinga qaragan ikkita tomonga temir qo'yilgan otga o'xshab harakat qilinsa, bu kompaniyada baribir o'zingiz maqsadingizga erishasiz. Bu kompaniya baribir maqsadlarga erishtiradigan kompaniya. Hech qachon bu kompaniyada nol bo'lib chiqib ketgan odamni hali mana ko'rganim yo'q. O'sha uchun hammalaringga omad tilayman. Sponsorlar, sizlarga ming rahmat aytaman. Mana shunaqangi katta kanallarga ishonib topshirib qo'yganlaring uchun darslarda bizga qanaqadir so'rovni bosyapti. Katta sponsorimiz kanalida birinchi marta hali dars o'tishim mani. Agar kamchiliklar bo'lsa, ustozlar uzr so'rayman. Xudo xolasa keyingi darslarda buni to'ldirib ketishga harakat qilaman. Hammalaringga omad tilayman. Iloyim mana shu muqaddas oyda o'tiribmiz. Qanaqangi yaxshi niyatlar bo'lsa amalga oshsin. Kompaniya tomonidan berilayotgan hamma imkoniyatlarni qo'lga kiritinglar. Shuni tarafdoriman. Rahmat hammalaringga e'tibor uchun. Kamchiliklarga uzr. Rahmat Malika opa. Albatta zapisni eshitib ko'raman. Zuhra, zapisni bo'lmasa yoqarsizlar. Da, zapisni tashlab beraman. Hammaga xayrli tun qizlar. Ertaga yana Ramazon efirida ko'rishguncha xayr hammalaringizga. Rahmat. Bo'linglar ertagacha. Rahmat Malika opa. Rahmat.